Bugungi obzorimizda mexanikdan kley tozalaydigan apparat. Hop, buni o'zimizga ham juda ham ko'p kerak bo'lgandi bir paytlar, ya'ni uchi vibratsiya bermaydiganidan. Mana sizlar bilan tekshiramiz. Hop, zaryadkasi va har doimgidek hammada bo'ladigan ключ chiqqan. Buni qotirilishi, yopilishi juda ham oson. Shunisini qo'yib ko'ramiz va qotiramiz. Xo'p, bunda ya'ni tezlikni kamaytirib ko'paytiradigan knopkasi отдельный, oldi orqaga отдельный ekan. Tezligini ko'ryapsizlar va buni hozir kuchaytirib ko'ramiz plyusga. Eng teziga qo'yamiz. Eng teziga qo'yganimizda ozginagina vibratsiya beryapti, lekin bunaqa tezlikda hech kim kleyni tozalamaydi. Ya'ni o'rta holga qo'yganimizda juda ham zo'r, ya'ni vibratsiya bermayapti. Buni oyna tozalaydigan ustalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Ya'ni oyna tozalayotganda buni uchi vibratsiya bermaslik kerak. Ya'ni vibratsiya beradigan bo'lsa, bilasizlar, ekran nozik bo'ladi. Hozirgi ekranlar kundan kun yangi modellar juda ham nozik bo'lib chiqib ketyapti. Uni urib qo'yishi mumkin. O'shani hisobiga tavsiya qilib qolaman. Xudo xolasa ko'ringlar, olib ishlatib manfaatli bo'ladi. Yanada sizlarga shunaqangi yaxshi narsalar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. Yetkazdirib berish xizmatimiz ham bor va bu sohaga tegishli bo'lgan qanaqangi apparaturalar bo'lsa ham bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Zakaz orqali ham sizlarga olib kelib beramiz. Narxlarni ham eng maksimal narxda juda ham zo'r qilib beramiz. Manzilimiz Center Mobile, O'rikzor bozor ro'parasi, 2-etaj, 222-do'kon. Bemalol kelib, o'zingizlar ham tekshirib olib ketsanglar bo'ladi.